qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlovchi sanoat korxonalarida suv va energiya tejamkor havoni mo'tadillovchi qurilmalarni taklif etyapmiz. Loyihamizning maqsadi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlashda mikroiqlimni ta'minlovchi suv va energiya tejamkor qurilmalarni ishlab chiqish, parniklarda, parrandachilik fabrikalarida qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Qurilmamizning qisqacha tavsifi bu yerda ko'rsatib o'tilgan. Biz bunda energiya tejamkor qurilmada vermikulit mahsulotidan foydalanganmiz. Uning xususiyati suv shumuvchanligi yuqori va bu orqali biz energiya va suvning tejalishiga erishishimiz mumkin bo'ladi. Bu qurilmamiz yordamida hozirgi kunda energiya tejamkorlikka erishishimiz mumkin bo'ladi. Suvni tejalishiga va ortiqcha issiqlik va ortiqcha elektr energiyalarining tejalishiga erishamiz. Bu ishlab chiqilgan qurilmamizni qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlovchi sanoat korxonalarida, jamiki yengil sanoat korxonalarida ham keng qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Bu qurilmamiz yordamida nasos stansiyalarini boshqaruvchi omborlarni ham mikroiqlimni ta'minlashda foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Bunda biz issiqlik massa almashinuv jarayonlaridan foydalangan holda ishlaydigan apparatimizni taklif etamiz va u yordamida ish faoliyati yuritayotgan va qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirilayotgan joylarda mikroiqlim parametrlari keng miqyosda ta'minlab beriladi.